Assalamu alaykum ko'ruvman do'stlar. Sizlarni san'at haqida universal bilimlardan xabardor qilib kelayotgan Tangirtog' san'at programmamizning yangi sonini ko'rish bilan qarshi olamiz. Rayonimiz kinochilik ishlarining o'tmishi va buguniga nazar soladigan bo'lsak, gerçi ishlanganiga 56 yil bo'lgan bo'lsa-mu, mayli mazmun va badiiylik jihatda hozirgi davrda o'zining julosini yo'qotmay kelayotgan bir film bor. U bo'lsa-mu 1960-yili sobiq Xinjiang kino studiyasi o'zi mustaqil ishlagan hikoya film Ikki avlod. Hey yigit, siz mashinalashgan yo'lasash deydimi? Yo'ldosh, mayli. Turib turing. Men sizlarning uyga borman. Bilib olsak bo'lamdi. Kutalamsiz. Kutalayman. Buna chiqib, kompyuterlar. Ademiyatçilik. Atma. Mümkün emas. O ölmedi. Akıda başla. Almakan. Balam. Dada. Canım dada. Size ağrıp kaldı da bağladım. Kandarak. Saqayıp kaldınız mı? Saqayıp kaldım dada. Yaxshi. Yaxshi. Öyle işler. Ha? Bana kane. Etmesen. Eti öldüren. Bakın, hazır be. Kırk gitti. Kula. Tino. Ha? Tutuğunu aldı mı yok? Filmda ayni vaqtda Shikir o'lkalardan Xinjiangga kelib, Xinjiangning temir yo'l qurilishi uchun xizmat qilayotgan temir yo'l ishchilari bilan yerlikdagi ommaning go'sht bilan yog'dak munosabati va ikki millat o'rtasidagi mehr muhabbat hikoyalari so'zlangan bo'lib, biz bugungi ekran sahifamizda mana shu film haqida to'xtalib o'tamiz. Bu film qatnashgan asosli aktyorlar va boshqa xizmatchilarning ko'pinchisi bizdan vaqtsiz ayrilg'ashqa, biz bu filmdagi Ali obrazini o'ynagan Xinjiang san'at yurti opera teatrining pensioneri, atoqli kino teatr aktyori Muhammad Sherif Hajim apandim bilan filmda Almaxon Shuji obrazini yaratgan Xinjiang san'at yurti opera teatrining pensioneri, atoqli kino teatr aktyori Rayhon Kerim bilan suhbatlashish fursatiga erishdik. Biz bu ikki tavarik ustozimiz bilan oila suhbat etdik. Unda bo'lsa Muhammad Sherif apandim mushu film haqida nimalarni deydigan hammamiz birlikda ko'rib boqaylik. Ikki avlod degan bu film buningdan 55 yil burun ishlangan film. U vaqtlarda men bu yosh qiron vaqtlarimda bu filmni ishlagan vaqtimizda Xinjiang kino studiyasininki saymonlarimi to'liq emas, kuşlumu tazı mükemmel emez, muşda bir mezgildi. Çingan'daydıgan bir adam rejissorluk kılgan, Lujintang'daydıgan bir adam aparatlılık kılgan. Şu vakti da aparat mı yok ikendim. Şu işkirden, dençteydim bir aparatını berip, şunu işiltip duranlar depse, şunu beretke, yon vakti kes ekstip, muşda kılıp yüzgenliğini anlayan ben. Hem biz bu kino dese anlayan yüzünü işleş nimesini bilmettik. Hem beni tiyatrodan nimi yötkep geldi stüdyoya. Sen şu Ali deydiğin başrolunu aldı sevmiş balını degendikin üzem kokun bunu kanda kılış gerek. Şu vaxtda andaki rejissor Çingan bana iki tercüman verdi. Onun üstü ben kansı için bilmeyim ben. Şu vaxtda birisi o kitabın nimesini tercüme kıp verdi. Sözünü. Yanı birisi
rejissörününki talebini bana tercüme kılıp verdi. Muş altıda filmni işildik. Hem de bu jarayonda hakikaten nahayet qiynaldım ben. Ama şu mening onamla oynagan ayal bu cihatte bana xeyli yardım kıldı. Hem de kanalımızda o ayal şu Hanzo Hacı'nınki kon pişkalem artisti. O biraz yaratış hakkında bana yakından yardım kıldı. Yani birisi bizim rejissör Çingang'daki adam. Bu adam bana nahayet yardım kıldı. Endi biz Muhammed Şerif hacımның Ali obrazını ekran arqılıq birlikte görüp bakaydı. Merhamet. Jigit, bunun da işliginizga qancha yil bo'ldi? Bir yilchi bo'ldi. Temir yo'l Şinjan kelishilali bunun qatnaşqandim. Hozirgi ish o'rninglarda moding san degan tog' bormi? He bak, onu siz qandaq bilesiz? Anlagan. O tog' nihoyat cho'ngmi? Çoğunluğu çoğ. Ha qancha çoğ olgan bilen bizim tosanmaydı. Sözlep birin ha. Ular keyin çoğ. Undan keyingi ishni men bilmayman. Diyeceğim, yol tepildi. Nime? Nimi tepildi? Mana bizim haritimiz. Tağının bildik yar taşını parlatıversak la, tüytücü takı çıkalaydı. Hey Eli, senin hıyalın nime? Tünügün cinindin ayrılığı taslı kaldın. Yeni cip durmaysan. Diyeceğim, model seni çıkıl buludu o. Çıkılı oludun. Sen cininle ayımıgan bilen, ben cevap kılışım gerek. Yenime tüytücünün azgılığı çıkıç yok emmayım. Diyeceğim, bu doğru emez. Doğru mu? Sen bir yere çıkma diyesen. Kendini sen. Rayhan Abbay bu film hakkında nimelerni deydigan hammamiz birlikte anlap bakaylı. Men şu 19-20 yaş vaqtlarim bolsa kerak. Şu vaqtida tunji qatim Şinjan kino studiyasi qurilib, birinchi qatim olgan filmi İki Avlod degan bir filmni olgan. Shuningda men Olmaxon degan rolni men o'ynagandim. Hozir shuningmi 50 necha yil bo'lib qolibdi. Özümning tunji qatim qatnashgan rolim bo'lg'achqa buni davomliq eslab turaman. Film elish jarayonida apparatni ko'rgandikanlam qo'rqib ketibman, unutilib qolaman. Shuning bilan boshqa artistlar mani mundaq qil, unutilib qolding deb menga yordam berdi. Shuning bilan yana boshlab ketaman. Ikkinchi qatim o'ynagan vaqtimda to'g'ri o'ynaydigan ahvollar bo'ldi. Ko'pchilikni yordam bilan tirishdim. Biz bu filmde Mehmet Şerif, men, To'xtaziz, Rizvan İsmail, onun başka kansu artistlarımız xili bor. O'shalar hammamiz bir-birimizga kuyunib, bir-birimizning bilmagan yerlarini bir-birimizga o'rgatib, o'zi ara bir-birimizga yordam qildik. Shuning bilan bu film oxiri g'alabalik tamomlandi. Endi biz Rayhan Abbayning Olmaxon Shuji obrazini birlikte ekran arqılıq görüp bakaylı. Açın. Bana kız öyle şamal tepildi. Dada, mobilni chiqib ketdim. Dada, chapsanab chiqib ketdim. Mening jinimni mushu ocham qutqizib olgan. Dada, birisi ko'rib qolmasin. Esingizda bo'lsin, bu paytini ballonda otib qo'yib ketgan.
Bunda kaçtı kimin için? Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Kishilik turmushni juftda hamrohsiz tasavvur qilish mumkin emas. Ikki dunyolik halol juftlardan bo'lishgandan boshlab turmushning issiq sovuqlarini tang tatgandan boshqa kasbdimi tang futuq qazanayotgan juftlarimiz intayin ko'p. Rayonimizning san'at beg'iga qaraydigan bo'lsak, mana bu shunday bir juftlardan Xinjiang san'at yurti Muqam ansambli ijodiyat ishxonasining muavin mudiri, tunilgan usulchi, yosh usul rejissyori Abdug'ani Abdurazaq bilan al so'ygan naqshchi Muqam malikasi Guhar Hushur ko'zga chiliqdi. Biz bugungi san'at beg'idagi bir juftlar sahifamizda mana shu bir juftlar bilan tanishib chiqmoqchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Programmamizga xush kelibsizlar. Programmamiz orqali sizlar bilan suhbatlashganligimizdan intayin xurshalmiz. Shunda qarmoqdilam noyati bir odamning mastlik ayrak bir juftlar sizlar ko'zdaymisin. Oldi bilan so'rab baxsam, ishqinglar qanday tanishgan? Sizinkisi. Bu sizinkisi sizda. Noyati bir chiroyli savoldan birini so'radingiz endi. Hammamiz qiziqadigan bir savoldan bu. Biz ikkimiz endi ham xizmatdosh, ham oilada endi yaxshi bir juftlar deb atasak bo'ldi. Muqam ansambli hisobda bizningki birinchi shu so'ygi beg'imizningki bog'vani bo'ldi deb o'ylasak bo'ldi. Men 94-yili san'at maktab kelib, undan keyin 98 Muqam ansambli xizmat tushdim. Ayolim 2004-yili san'at institutini Muqam kasbini bitirib, bizning idora taqsim bo'ldi. Bu jarayon biz xizmatdosh munosabat bilan nurg'ulg'a yalak bordik, o'yin qo'ydik, u bo'ldik, bu bo'ldik degan bilan bizning munosabatimiz xuddi bir o'yin odamlarga o'xshash. Undan keyin biz chet elga chiqib, mana 2005-yili bizning Uyg'ur muqamlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki dunyo moddiy madaniyat marosiga kirish shuni sharafga erishgan vaqtlarda biz endi shu Dubayda o'yin qo'shib qoldi Arab birlashma xalifligida. Shu jarayonda shundan qarasak, hamda u bir odamni bilaydisan, sapalsina deydigan gap bor. Shuning bilan biz sapay chiqib, shunday bir-birimizning mijozini ko'rdik. Undan keyin turmush qartalik o'zimizning fikrlarimiz bir yerdan chiqadandek turdi. Shuning bilan ashyoda qap yurakli qilib talab qo'ydim desam bo'ladi. Shuning bilan u vaqtida bir xizmatdoshimiz bor edi, cho'ng akamiz. Men ham bu vaqtda kichik bo'lgandan keyin uning ustiga bevosita eg'izish mumkin bo'lmaydi-da, endi bu aloqa munosabatimiz xuddi aloqa bir o'yin odamdek munosabat. Endi desam bo'lamdi, demasam bo'lamdi degan chiq fikrlar bo'lgan. Shuning bilan u akamiz muzikant akamizni oldida "Munshtaq bir o'y fikrim bor" desam, "Men sen deyamsan, men deyman" deganda, "To'xtab turing" deb shuning bilan uchimiz bozorga chiqish bo'ldi. Dubayning xalq bozoridan aylanib, shuning bilan yanashimizda Oltin bozordan aylanib, yanashimizda shuning bilan ashadli qilmish turmush to'g'risida gaplar bo'lib, ikkimiz shunday o'zaro akamiz qo'pib, nima gapinglar bor, ikkimiz bir gapinglar bor deyman, deyamayotgan deganda shunday ashadli yig'zashdim. Munshtaq, mening o'y fikrim bor-da. Agar o'zining obyektiv bo'lmasa, meni bir o'ylash boqqan bo'lsa deb yig'zashgandan keyin bu shu damalliqqa javob qaytmadi. Endi demasam qaytarolmaydi-da. Shuning bilan akamiz qo'p to'xta, sen qanday qaraysan deb buni majburladi-da, bo'lgandan keyin bumi ancha javob bermadi. Shuning ikkimiz shu gapni qilgan bo'ldik. Undan keyin asta-asta shuning bilan yaqinlashib bo'ldi. Yenib kelgandan keyin biz u yerda 10-15 kun bo'lib qoldik hamda Qatarda necha davlatlar chiqqandan keyin shu jarayondan keyin men bakrak shu aktiv faoliyatga o'tdim. Masalan, bozorlarga chiqqan chog'da masalan tutib o'g'ich ep bo'ldim. Rasmlar tortib bo'ldim. Uni rasmlar tortib bo'ldim. Men apparat ko'tarib oldim-ku, odatda bir yerga chiqsam bizning endi idoramizda fotograflar bor, lekin endi ba'zi son cheklamasi bilan bora olmaydi. Shuning bilan men shu jarayonda endi aktiv faoliyat bilan boshqalarni asta-asta buni jiqtatdim degandek. Shuning bilan bir narsalarni olmasa, masalan, yaxshi ko'rdi, ammo olmaykasa men uni maxfiy olib elib, undan keyin degandek sovuq qilib degandek shuning bilan keltirib olgan deb turibsam. Ayildikilarning sababi bormi? Ayildikilarning sababi buni oldimda bir o'makda ishlagandan keyin cho'qim bizning birinchi bizning tomoshabinimiz o'zimizning mush oildagilar birinchi bo'lib keldi o'g'an qo'shdim burun. Shunlar mening rahmatli dadam hamda dadam bir Uyg'ur san'ati uchun to'kib qo'shgan bir xalq san'atkori. Shu ustozimiz Qambar xonimninki tunji avlod o'quvchilari desak bo'ldi. Birinchi qara o'quvchilari. Shu dadammi shu o'zimni naqsul g'ayratman, qiziqchi chaqchaqchi odamchi, bizim shu oila cho'ng bo'lgan. Bizning bir konsertimiz bo'ldi Muqam ansambli. U vaqt dadam Urumchida edi, men shu dadamni bizning qulubga keldim o'yin ko'gili. Ko'rib o'tirib shunlar bu Yarılnam yenkeге vaqtlar idarda bir o'yin qo'yib naqsh o'z yolg'iz naqsh etib chiqqandan keyin shuni voy mush qizim bek
sahnaga yarışıydı ekan, o'zimi nihoyat bo'ylarimi shundoq yaxshi ekan deb bu qiz nalik deb so'raganda men hamdiki yutun depadim desam, voy bizni yurtga yaqin ekan. Mushtaq qizni bir kelin qilib olg'im bor deb shu gapni ichib qoldi-ku, bizda chatga minishdan burun. Hozirda aytaman, uxmaydi u bu. Shuning bilan dada deb sen yoqturdimsam yoqturdim dedi. So'sam sening munosabating qanday deganda, bunun munosabatim yaxshi, ammo men bu qizning obyekti bormi, yo'qmi uqmayman, shaxsiy ishlar uqmayman desam, ha unda bo'lsa birma gap tashlab baqqan, agar gap tashlayman desam, o'zim eg'iz ochaman u dedi. Degandan keyin to'xta deb uningki bizim abay degandek chatga o'yin qo'shish ishlari bo'ldi. Shu jarayonda shuning bilan Fursat oldi da. o'yinning dadamning ma'qulligini bo'ldimda. Kelgandan keyin dadam eg'iz ochmoqchi bo'lgan. Lekin men po'g'icharlikda bu ishlarni nacha yaxshi bitirib qilib shuning bilan bu bizning ishimiz o'sha yerdan keldik. Kepla 2005-yil shu qish vaqt 11 vaqt mana esida bor ekan. 11-yil keldik, shuning bilan bizmi kep bo'lgandan keyin to'mona qizni so'qtab. Biz hesabda to'ydan burun ham xizmatdosh. Unda qiliqdak erkin bir yurib muhabbatlashgan inson emas. To'ydan keyin muhabbatlashdik deb hisoblasak bo'ldi. Shundan keyin 2-3 oy ichida to'yga tayyorlik qilib ikkimizga to'yning alakchini boshlab ketdik. Bir narsalarni ilib, cho'nglarni ma'qulligini oldik. Shundan shunday bir turmush qurib qoldik desak bo'ldi. Shunday bir Jarayonlar boshdan kechirdik. Demak, shu chet elga o'yin qo'yishga berishni oldidilarmish cho'nglarninki fikr bilan dadam texim yurak qoldi. Yurak qoldi. Chunki menda bir bosqich qoldirmoqdimda hisobda. Biz mesela erkin yurib, mesela onundan keyin ota-onalarning ma'qulligini olamiz. Men oldin ota-onamning ma'qulligini bo'ldimda. Dadam shuning bilan senga yaragan bo'lsa menga yaraydi deb shuning bilan men amniyat o'zimizmi, uning oldidimi nurg'un safarga chiqqan vaqtda unda nima yo'qdi. Unda balaqay o'zimizningki onun turmush qurish nimamiz yo'q. Xizmatdash bo'lgandek unda bo'lmaydi-da. Xizmatdash munosabatida xolos. Xizmatdash munosabat. Keyin dadamning ma'qulligini olgandan o'zim bir kuch kirdida, shuni to'xtab turib eg'iz ichib baqay. Sizdimi yushirim bir omil bo'lgan Yushirim bir omil bo'lgan ham buni o'zi bildi. O'zi oshkorlayapsan. Abdug'ani qandaq bo'lmasin san'at hayoti bizning meningdan burun boshlangan bo'lg'ashqa biz men tax o'qishga kelmagan vaqtlarda Abdug'anini biz men ekran orqali jiqroq ko'rganda shu bo'libmi Gulbahor Tursun hadamizning bir naqsiga bir qurbon etliq 2000-yillik 2000-yillikmi? 2001 99'luk. Qo'ymayman. 2000 Shu jarayonda bir qurbon etning qurbon etliq kechilikda Abdug'ani bilan bu xalchamda bizning idoraning bir usulchisi bor. Shu ikkisi Gulbahor Tursun hadamizning naqsiga usulnichu. Bu usulni bu usul hem bek yengillik bilinib ketdi, hem bu ishkaylan shunchalik yaxshi o'rinlab ketdi. Shu vaqtda menga bek yaxshi ta'sir qoldigan. Uyu, menda usulchi bolalar bor ekan. Endi bizning kichik vaqtlarimiz lekin shu vaqtdimi? Bilal aytganmiz, bizdan bir san'atninki bir hujayirlar bo'lgan ekan. Ajab yaxshi o'ynayotgan ma bola, deb degandan qarab qolgancha bek ta'sir qilgan. Keyin qarasam o'qishga keldim, o'qishga kelish jarayonida bizmi ancha-muncha o'qish turdigan vaqtlarda endi kechlik restoranlarda u yerga berish faoliyatlarimiz ko'proq bo'lib qoldi. Shu mezgilda Abdug'anininki restoranlarda ko'rib, u mobilni oxir o'z ko'zimiz bilan ko'rdik deb deganning shunda qilib xo'shib deganimizda qarab o'tirib ketdim. Keyin endi muqam ansambliga xizmatga chiqdim men. Bo'lsa muqam ansamblida ishlaydigan xizmatdosh bo'ldik. U jarayonda Indoneziyaga men o'qish bitirib 2004 o'qish bitirdim. 7-oyda. 7-oyda o'qish bitiriblam muqam ansamblida meni Abdug'ani qatorliq 10 necha usulchi, men yana bir akamiz ishga naqshchi Indoneziyaga 3,5 oylik uyon qo'yish safariga avatdi-da. Avatish jarayonida Abdug'ani menga u yangi bo'lg'ashqa Abdug'ani menga bek yaxshi ta'sir qoldi. U 3,5 oy jarayondami. Men yangi bo'lg'ashqa bolalarni do'st tutib bo'lamagan, bir hamma nimadan tunishib ketmagan, xijil bo'ldigan vaqtlarimizga bir jutliq bo'lgandan keyin deb menga bakroq kuyinib bir sirtliga chiqmoqchi bo'lsam, birga chiqishib, bir narsa olmoqchi bo'lsam, o'xshash elishib, ashuna qilgan ajab yaxshi bola ekan, bir xil mehribon, kuyimchan bola ekan deb o'yildim ko'nglimda, lekin endi biz qarta tiqchi boshqa undaq niyatlar yo'q-ku. Shu ashtaq jarayonni bir necha qatam safarga chiqish jarayonida ashtaq jarayonlar yuz berdi, naytdi, yaxshi inoq o'tdik. Keyin chet elga chiqadigan vaqtda endi shu
gaplarni qilib chet eldan shu Abu Zabidimi Qatardimi oltin bozorlarda attir bozorlarda degandek endi cho'ng akalarimiz asta qaytib ishkimizni voy zod ishkinglar bet maskiltinglar mavu deb anda devagankin bir xil odamnichi tabiiy diqqatni tortadigan andaki azra qiziqadigan bir nem bo'ldi ekan shundan u yerdan kaplam buning uydikilar bizning uyga bordi bu beriplam opamni keltirib hamda ona bekra qilqi judum bo'ldi emasmi bundaq ishlarda opamni keltirib ketdi jutqa berib va opam deganning mushundaq yaxshimishlar isil bola bilan qilmay qandaq bola bilan to'y qilding deb menga u gaplarni qildi shuning bilan andan biz ikkimiz to'y qilib qolgan oilatkilarmi shunchalik judum bo'lgan ikkimizning deymizda to'y qilishimiz bir yaxshi taraf yaxshi omil qaysi desa biz bu endi mening shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimda men o'rta texnikum bitirib oliy maktabga kirgan vaqtimda bu bir necha qatam masalan oliy maktab bu uning to'liq kurs o'qiyotgan vaqti masalan maktablardan chiqib faoliyatlar bo'lgan chog'da masalan usul fakultetidan men chiqqan bo'lsam muzikadan o'qamdan bu bir necha naqshda bo'lgan qarasam bu qiznalik u bu deganda qarasak voy bu deb surishtirdi men qarasam yaxshi ekan teojan har qanday maktabning bir faoliyatlarda cho'qim men naqsh aytdimchu qolgandan bu usul neminingki balları bade naqshidan ya bir ya ikkimiz qatnashimiz undaq faoliyatlarga ashtaq jarayonda bularni tunishtirib bitibdik biz tabiiyda surishtirishga boshlabdi bu yigit shu chaqda sharoitlar yaxshi ekanda men idoraga tiq o'zim chiqdi idoraga ko'rsatmoqchi bo'ldim-da shu yer bir yer bor ammo ota-onalarimizmi biz tunishmaydigan o'xshaydi desak dadam shu uyga borgandiki masalan bizda qiz so'rab boradigan ishlar bor masalan jutumizda borgan vaqtida amniyat ikkisi burundan bilishadigan sabdashlar ekan masalan cho'nglarmi dadam bilan ikkisi nihoyat qiziqchi hozir javob mening qaynotam o'zi tarim emgak bilan o'zgartish maydonininki boshlig'i bo'lgan odam qat'iy san'atlar nimasi yo'q aloqasi yo'q lekin o'ziligi san'atni yaxshi ko'rdigan yaxshi ko'rdichu shuni bilan qarasak u ikkisi bir-birisini ismini deyishib ketdi paranglashib qizg'in paranglashib bizning ishimiz nihoyat tezal bo'lib ketdi shuning bilan 2006-yili 3 ayning 21 yani biz Navro'z bayrami kuni biz Navro'z bayramini biz hamda har yil ham to'y xotir kunimizni tabriklesakmi nihoyat ahamiyatli kun bo'ldi ekan bizda hamda ishning 5 Navro'zdan deb biz shu kunni bak nihoyat cho'ng bilamiz shunga 3 ayning 21ni bekitgan shu vaqtning o'zida hamda shunday bo'lib shu jarayonlar bilan shunchalik hamda bir oilaga ota-ona qoldi bir oilada ham hisobda bir arayliq munosabat bo'ldik-da masalan idorada xizmatdosh uyda oilada talabchan ota-ona masalan undan keyin u bolalarimizmi hisobda hozirmi bu ishlarni o'qimaydi hamda balki ekran orqali ko'rishi mumkin qanday tunishgan deganlarni-da endi sizlarning shunday chiroyli hikoyalaringlar bor ekan endi bir oillik bo'ldinglar turmush qurdinglar ikkalanglar o'zinglarning kasbida hammamizga ayonayt utuq qozongan bir jup yosh undan boshqa oildimi farzand tarbiyasi bo'ldi bu jarayonda Guharada shu xizmat munosabatini oila munosabatini to'g'ri bir taraf qilish uchun siz ko'p jihatlarda qiynalgan bo'lishingiz ham shu yo'ldoshingiz har vaqt sizning yoningizda turib sizga madad bergan bo'lishi mumkin unda xosam shu xizmat jihatdan sirtlar o'yin qo'yg'ilib ketgan shunaqa har xil xizmat munosabatlar bo'lib qolgan vaqtida oiladagi ishlarni qanday to'g'ri bir taraf qildingiz yo'ldoshimga qaraganda meningki teshig'i chiqadigan faoliyatlarim jiqroqchi idorada har qanday uyon bo'lsa cho'qim bor endi men bundaq jarayonda asosan bizning uydagilarmi bak yaqindan qo'llaydi bizni har ikkimizni bak qo'llaydi buning uydagilar bo'lsin bizning uydagilar bo'lsin uydagilarning agar vaqt yetmagan asosda Abdug'ani har qanday ishni idoraniki har qanday fursatni bo'ldi deb o'tinib bolalar qarab o'zi ash bolalarning holidan o'zi xabar elib men uchun ashunaq sharoit yaratib berdi endi shu munosabat bilan hozir bir rahmatimni bildiraman endi hem ana hem dada bo'lib ikki farzand ikki bolamizga hozirgacha meni qo'llab bütün aldığı iştirip men üçün jiq qurbanlıqni berip qavatdı. Şoňa müştaq yoldaşymdan ki, maňa küýündiňe müştaq yoldaşymdan bolganlygydan meniki halky hazırqydek müştaq ornum bolgan deýmen. Rahmet. Endi nima deýän wagtda usul degen şu ýaşlyk mezgildeki bolgan sanatken bu. Bizmi keyin baş ýaşlyk mezgilimiz degen şu muşundaq oýnap ýetip gitdiň okşaýmyz dep oýlapdyk. Şunu bilen men hesapda men 94-nji hizmet 98 hizmet düşken bolsam hazır 2016 mamı degan 20 neçe yıl ketdi da hesapda. 20 18 yıl o'tman hizmet chiqili.
Mush 18 yil xizmat jarayonida men hisobda 2-3 yil bo'ldi deyman. Shu usulchilikni endi bir gapirib bo'lgandan keyin shu o'zimniki talentimda bayqab baqsam, ancha-muncha ijara ishlari bilan ancha shug'ullanib turmush artistlik hayotimda. Bunda sanab baqsam xil qo'lga chiqaraq narsalar bo'pti. Ekranga yuzlandim masalan, bir necha televiziya filmda rol oldim. Maktab o'qigan jarayonimda bir kinoga rol olgan masalan. Shu jarayonda men san'atning hamma turlaridan tunishib bo'ldim. Shundan bu mening hozirgi rejissyorlik hayotimga nihoyat yaxshi puxta asos soldi. Hamda bu hozirgi turmush ahvolimizga kelsak, haqiqatan buni ham o'ziningki utuq qozongan erning oqida bir qo'llaydigan ayol bo'ldi deb o'ylayotgan nurg'un ayol shundoq. Hamda bizningki buningda utuq qozongan ayolning oqida hamda mendek bir qo'llaydigan er bo'lib qoldi yozmaydi. Demak, buni qo'llamay desam bu hamda sharoit bor. Birinchisi o'zining ovoz, ikkinchisi o'ziningki har jihatdan mush kasbni yaxshi ko'radigan bir istak g'oyi bor. Shundan to'xtab turadi deb biz turmushni muhim tutaylik, xizmatni muhim tutaylik. Chunki biz san'atchi bo'lganligimiz uchun, san'atkor bo'lish uchun cho'qim oldi bilan san'atni o'zini beg'ishlashdek, san'atni yaxshi ko'radigan bir ruh bo'lish kerak ekan. Ikkinchisi ham cho'qim san'at kasbi bilan shug'ullangan odam, cho'qim o'z kasbini qo'llaydigan odamga muhtoj bo'ldi ekan-ku. Nurg'unlagan san'atkorlarimiz bor yaxshi. Ba'zilariniki ya er taraf qo'llaydi, yoki ayol taraf qo'llaydi. Masalan, biz shunga turmush qurgandimi mushayat nihoyat o'ylashib turgan. Bir-birini qo'llaydigan, xizmatdan birga, uyga qaytgandan birga. Shuningga bundan kamda men ijara ikkinchi hisob desak bo'ldi-da, hisob ijoratga o'stirildim-da men. O'stirilib qolgandan keyin mening ishlarim bevosita kashlik vaqtlarda, masalan, ba'zi vaqtlar o'zim vaqtdan vaqt chiqara oladi ekanman. Buni o'xshamaydi, chunki bu birinchi hisobda ham ko'rinayotgan bo'lgandan keyin mushab vaqtni chang tutish kerak shuningga. Buning uchun qurbonlik men uchun hisobda arziydi deb o'ylasam bo'ldi. Nimishqa degan vaqtda bu ayolimmi biz to'y qilibla baliq bo'ldik. Nurg'unlagan artistlar bor bu shu vaqt chiqayotgan vaqtda. Ekranlar tunlab, hammadan voy kim olsa go'har depamiz yaxshi ko'rdi opaylar, cho'nglar. Bu ham xalq naqshi milliy javozli bo'lgandan keyin muqomlarni, xalq naqshlarini, ijodiy naqshlarni chiqardi. Naq buni plastinga chiqargan vaqtida lekin ayolim mamlarib qoldi. Shuni bilan birinchi balni oldik. Birinchi balni elib endi bu yana o'zini salomat asliga bir 2 yil qolmay ikkinchi balinimizmi bu dunyoga ko'z ochdi. Shuni bu shu jarayonda bu jiq qurbonlik qilmadi. Har masalan bizning Jongyang televiziya stansiyasidan yosh naqshlar ko'riki bo'ldi. Buni ishchi degan vajildab ketib bordi. Buni asli musobaqa qatnashgan artist. Bu televiziya musobaqasi 2 yil bir o'tkazilgan bo'lgan ekan. "Hey, men qatnashsam bo'ldi" dedi, lekin birinchi ana bo'lishni tanladi. Chunki men bu ana bo'lish vazifamni ado qilib etib, onun kasbimni qilay deb. Bu shuncha qurbonlik bergan, buning uchun qurbonlik qilmasam, men uchun arziydi deb o'ylayman. Shuningga bu ketgan vaqtlarda bolalarni ish qilib o'zimni kuchimni yetishcha, yaxshi qarab ketdim deb qo'yilsam bo'lmaydi, lekin kuchimni yetishcha bizning tuqqanlarim bor, o'zim ham dada, ham ona bo'ldim desam bo'ldi. Lekin men yo'q vaqtimda bu noiti yaxshi qaraydi bu bolalarga. Men u qizlarni ham debek ikki qizimga ham de men yaxshi bu eski arzayma shundoq. Chunki ona tarbiyalaydi emasmi bolani. Shu bolamni so'rsan, dadangni yaxshi ko'rsan, onangni dadamni deb so'raydi. Chunki men ularga qattiq qilmayman. Ayolim ham ustida turib cho'qim onanda qilsin, mana bunda qilsin deb kirishdi. Men bizda talabni yuqori qo'ydi. Talabni bek yuqori qo'yman. Shunga Bu ketganki bizga bayram. Biz Apa qachon mangsiz deydi. Hozir shunchalik bir uyon qo'ydigan gapni, sirtqa chiqadigan gapni olsa, ikki qizim, "Apa, siz qachon mangsiz" deydi. Ammo vaqtda ya 2 kun qoldi, ya 3 kun qoldi degan ekan, "Va" deb diye o'tirishib ketadi. Chunki men bo'lmagandakilar bular bayram o'tirdi, dadasi. Neda shu yerga olib burdi? Nimada shuni ep berdi? Men sal yoq bo'lmaydi jaqaraq degan bo'lg'ashqa, shunga dadasi tarafda bekroq turdi. Biz nerede yeni içildi o mesela qaysi kitapxonalar varmız, qaysi oynaydigan yerlar varmız. Balalarning istigi shu biz o'ylamamdi. Bu şey merkez shahardagi balalarning haqiqatan bir xil o'yinlari yo'q bizning janoblarnikidek bir sahrolarga chiqadigan yoki bog'larga kiradigan, tog'larga chiqadigan ish yo'q. Shuningga bu balalarning amallar ne yangi içildi. Balalar nega bas zehni içildi. Nega bas ko'ngil qo'shildi deb. Bu ketgan bizga bayram. O'ynaymiz shuni bilan bular oldiraydi, apam qachon bir yak o'yin qo'yilmoqdi deb. Dadam nega gapirib qo'ydi? Dadam ham nega gapirib qo'ydi deb. Shunga hozir balalarım hisobda endi xili ish qudak bo'ldi. Cho'ngi 3-sinfda, kichigi 1-sinfda o'qiyotdi, masalan. Bu balalarni hisobda apam japatatdi, apam japakash. Bu opsiniki nemisini tatqan japasini bilalaydi hozir. Shunga bak g'alva qilib ketmaydi. Har holda balalar xili yuvash cho'ng'atdi deb o'ylayman. Abdug'ani aka Gulharada abaydan beri shunday yaxshi suhbatlashdik. Endi sizlarni bundaqla bo'sh qo'yayotganim yo'q-ku. Balki bizning ko'rmalarimiz bu qachon sizlarni naqsha etib, usul o'ynab so'rimizning gul chiqarib etgan degan orzuda. Mumkin bo'lsa, mush orzuyimizni amalga oshirsak bo'ladimi? Bo'ldi. Bo'ldi. Sahnada sizlar qoldi-ya? Ma'qul. Marhamat.
Rahmat sizlarga Güvərədə naxşı bulan, muşinçilik bulan, usul bulan, muşinçilik bulan Rahmat. degəndək Sizga rəhmət. rahmat. Güvərədə siz muqamlarını şunda yaxşı aytsınız. Biz ali məktəb oxutqa vaxtımızda bizning muqam kəsbi tərbiyələnən savodaşlarımız batdı. Aşlar muqamның tekisini yodlayamay jilib ketdi. Biz oxubmu nimdaq təs sözləri qandaq yodlab müşni ahangısab aytıb bulduğanda dep oylagan demek şunçilik təsdiqini bilimizdə endi siz muqamlarını intayin yaxşı, çiraylıq aytsınız, xalqımız intayin yaxşı gördü. Muqam etişim asan emasdı. Müşü muqam etiş jarayonungizdagi ishlarni so'zlab beramiz. Bu bir jarayon. Muqam o'rganish uchun bir jarayon ketadi. Endi menmu dastlabda kirishgan chaqda menga bek tez tuyulgan. Shu san'at institutininki muqam o'rlash kasbiga imtihon bergan vaqtida men muqamga imtihon bermayman, naqshidan imtihon berim deb borganda, bo'lsam bu o'qituvchilar ko'rib, mening ovoz sharoitimni ko'riblam, buningki shu ovozi muqamga bek tushidi ekan. deb udulla muqamga imtihon bergizib boshqa ishxonaga kiribman. Qo'limga uqtirishni tutqizib qo'ydi, keyin imtihon berib, kelgandan keyin shu muqam sinfiga kirdim. Kirib heliqi tekst deganni rost tushmaydi boshqacha. Urdu tili bor, u har xil asti qanmaq bek tez tekstlarninki. Menmu boshda voz kechgan, birinchi yillik kaplam voz kechganman bu kasbdan. Men buni o'rganib bo'lolmagandekman, bektaskan, oyaray deb jo'ziga urib o'tiraversak, bir haftaning ichida bir ohangni o'rganib bo'lolmasak, bo'ldi men bu muqamchi bo'lmayman deb, hatto kasbimni boshqa kasbga almashtirmoqchi bo'lgan. Keyin cho'nglarninki fikrni ching turib, yo'q, siz muqamchi bo'lishingiz kerak. Muştundaq, bir jarayonni boshdan kechirvasangiz, 4 yilni, undan keyin siz oldingizda nurg'un natijalarni ola olasiz. Mush kasbda o'qiganlar yaxshi bo'ladi oqibati. Siz chidab o'ting. Agar siz degan boshqa kasbda o'qisangiz, uningki umri bak qisqa bo'lar. Ma kasbninki umri uzun. Nurg'un menga tarbiyalarni qildi. Shuning bilan men yana qaytadan kirishib ketdim. Hatto 2 yilni shu kirish bo'lamay o'tkazib etdim. 3-yilga chiqqanda, andan keyin 3-yillikning 2-chi mavsumlari kelganda bu muqaddima bo'libmi, Tunsa Saloydin ustozimizningki aytgan, muqam aytgan muqaddimalari muqamdikichu, aytgan muqaddimalar menga bek ta'sir qildi. Kirishgan sir kirishib ketdim buningga. Ustozimningki o'qigan 5-6 muqaddim bor. Shu muqaddimani oldi bilan o'rganib chiqdim. Onun ma'nosini yashkuzib, anadikin asli bu bir mandaq bir jarayonkan deb muqaddimin o'rganib bo'lib, andin cho'ng nag'ma qismi taza, kichik saliqa, cho'ng saliqa, jula degandek, o jula daston mashrab qismini biza osonchu, cho'ng nag'ma qismini o'rganib olsalar. Uni o'rganib oxir o'qish bitirdigan chaqda kasbda shu eng yaxshi imtihonda, eng yaxshi numur bilan muqam ansambliga imtihonsiz qabul qilindi menda. Bizning shu o'qish bitirish doklad o'yinimizni ko'riblam, bekitiblam, udulla akatdi. Men u yerga berib imtihon berib, maxsus izlab qilib Shuning bilan hozirgacha shu bir ustozlarimizning degan gapi bilan yana men bel qo'yib etmay o'rgangan bo'lg'ashqa, hozir mana 2000-yilni hisob qilganda, men 16 yil bo'libdi, men muqam bilan shug'ullanyapman. Lekin yana men hozir o'zimni o'rganish bosqichida deb o'ylayman. O'rganish bosqichida hozir. Chunki muqamning tekstlari bayon biz degandikidek, anadakin dop udar ritmlari bektas bir jarayon ketadi buni o'rganishga. Endi buning shivlari o'xshamaydi. Hargiz o'xshamaydi odat naqshlar uchun. Unda bir muqamning ichida mundaqcha etsaq 50 naqshaga tetiydi desak bo'ladi. Ravrus naqshidan 50 naqshaga tetiydi desak bo'ladi. Şoňa bizning yoshlarimizningki orasida hozir bel qo'yib etib o'rganmaydiganlar ko'proq. Osonla voz kechib. Oson voz kechib ketib boradi. Mushuliqi oson yo'lni tanlayotdi-da, unimi tanlamay bo'lmaydi, unimi o'rganmay bo'lmaydi, omibab uslubdagi naqshlarni o'rganmay bo'lmaydi. Hammani qilmasak bo'lmaydi. Lekin yoshlardan kutadiganim o'zimiznikiga varislik qilishimiz kerak. Bizning bundaq aralıq üzülüb qası bo'lmaydi. Yoshlarning orasida muqam aytadigan, xalq naqshlarini aytadiganlar nihoyat azlab ketdi. Mumkin bo'lsa, o'zimizning 12 muqam bo'lsin yoki boshqa yerlik muqamlar bo'lsin, shunga varislik qildiganlar, shuni o'rgandiganlar, shuni ko'ngil bildiganlar, tadqiq qildiganlar mumkin bo'lsa ko'proq chiqsikan, shunga bir tirishib baqsikan degan umiddaman. Demek ki özümüzün 12 muqamlarga varislik qilish mecburiyetimiz hem mesuliyetimiz bağlılığını yaşta unutub kalmasın diye ümitdə şundaq. Şundaq. Bu Uyghur muqamlar emas,
Uyg'ur 12 muqomlarning ichida o'ylanadigan usullarmi nayt klasslik. Nayt Aqso'yak, nayt Esilzade. Bizning mashrablarimiz o'ynagan usullarga o'xshamaydi. Birinchisi uningki muzik klasslik. Onunki yozilgan tekstlar klasslik. Shuningga bu klassik narsalarga aytilgan naqshmi klassik ashivda etish kerak. Onun o'ynalgan usullarmi cho'qim ashnaga tushmasa, xil-xil guli-guli kelmasa, bizning muqomlarimizning jazbdorligi yo'qolib ketadi. Shunga bizning 12 muqomimiz 2005-yili mush BDT'ninki maddiy madaniyat mirosini qo'g'dash turiga kirgan. Mana buni 10 necha yil ketdi-ku. Mening yosh mushu san'atkorlarni kutigan umidim bizning jiq aytib turaylik Uyg'ur muqomlarimizni, Uyg'ur muqom o'ynalgan usullarni jiq o'ynab turaylik, o'zimizning klassligimizni, o'zimizning an'anamizni, milliyatligimizni qo'g'dab qolaylik, ham davrmi-davr etmayli degan umidim bor. Shu yoshlar hozir ijodiyat bilan shug'ullanayotganlar ko'p, lekin osh ijodiyat bilan shug'ullanayotganlar mushu 12 muqomning orasidan, mushuningdan ijodiyatni mushundan foydalanib qildigan bo'lsa, ajoyib esil ijodiyat chiqadi. Bek chiroyli melodiyalar bor. Aşk kuyları jiq, dastallarning hammasi shuna g'erib sanan parash yerim bizning o'z vaqt qissalardagi aşk mashhurlarning hikoyalari bor. Shunga yoshlarning orasida shu muqomni o'rganganlar ko'proq chiqsgan degan umiddaman. Menmi menga ko'pinchalar degan siz yosh tursangiz, nima ish qilmoqda amibab naqshlarni aytmaysiz, siz qachonlar qarshi xalq naqshisi oyar deb muqom o'qib yuriydi ekansiz deb yuzim deganlar bo'lgan. Lekin men kulib qo'yib boshqa gap qilmagan, kulib qo'yib o'tkazib o'tgan. Mana endi mush yo'lni tanlaganimning nihoyat to'g'ri ekanligini his qilyapman. Abdug'ani aka siz degandek shu nurg'ulg'an usullarning rejissyorlik xizmatini üstünüzge aldınız. Demek hazırki sizin şoğulunatkan xizmetiniz burunqidan bir pələmpə üstüdə. Lekin siz vaxtını kontrol qılalayısınız. Şunun üçün ayalınızga köp vaxtlarda ayalınızga fürsətini köprək yaratıb veribsiz. Gühərədə sizin naxşınızı xalqımız bək yaxşı gördü. Şəxsən mənim apamdan bək yaxşı gördü sizin naxşınızı. Hoşum getdi. Ayt naxşılar çıxışı şunda ayacanlı bir avaz bəkçiraq deyib. Demək xalq bək yaxşı gördü. Xalq etiraf qılğan. Əlbəttə bizim xalqımız naiti sənətni suyduğan bir sənət xumar xalq. Şundaq bolğanken bizim sənətkarlarımızmı sənətni intayın yaxşı gördü. Müş sənət xumar xalqımız üçün nurg'ulg'an badallarni berdi. Albatta müş mayli programımız bolsun, mayli kino bolsun, mayli naqshi bolsun, usul bolsun, biz televizor ko'rgan vaqtimizda 1-2 minut yoki 1-2 soatlik tugaydi. Lekin uning keyindagi nurg'un jafolarni biz birma-bir so'zlab bo'lmaymiz bu jihatda. Mayli qaysi kasbni qilaylik, nurg'ulg'an qurbonliklarni berish, badal to'lash ro'y bo'lgandan keyin shu kasbda utuq qozonadi. Unda xo'sas sizlarning buningdan keyin qanday yaxshi planlaringlar bor? Bunga çoxum ko'rmalarimiz qiziqdi deb o'ylayman. Bizning planlarimiz bəkçiq. Şu planlarimizni amalga oshirish yo'lida hozir tirishayapmiz. Har ikkimiz arzu armonlarimiz bəkçiq. Endi bir kechilikimizni qilishga tayyorlik qilayotgan. Men so'ramoqchidim. Kechilikni tayyorlik qilayotgan. Bu kechiligimiz 2013-yili yil oxirisida 11-oyda xalq bilan yuz ko'rish bo'ladi allaqachon. Endi uni shu mezgillarda tatoz tayyorlik qilayotgan mezgillarda meni shu harbiy rayon san'at o'makdan so'rab shu cho'ng tipdagi bir opera o'rinlaydi ekan bular. Alsanliq millatlar ko'rikiga qatnashtirdiganga. Shuning bosh rolligiga tanlab shu yerga ekitib qoldi 2 yilda. Shuning bilan uni yerda 2 yillik vaqtim o'tib ketdi. Lekin uningki natijasi bek yaxshi bo'ldi. Butun xalq bildi-ku. Netince bek yaxşı bo'ldi. O obrazını shunday yaxshi o'rladim. Undan keyin endi qilayli deb tayyorligimizni yana qaytadan boshlab tursak, bizning idoraninki muqam hislari nomliq mush kechilikni tutishga bizga bu planni o'tirib qo'ydi. O'tirib qo'ygandan keyin meni yana osh kechilikning bosh rolchiligiga taklif qildi. Taklif qilgandan keyin, "Ay to'xta. Bu o'zimninkini to'qib qo'yib turay. Mush kechilikni yaxshi o'ynasam, mushimi mening kechilikim bosh rol bo'lgandan keyin deb u kechiligimizni mana mush qatim o'tirib olib chiqdik. Xalq xalqimiz shunchalik yaxshi ko'rdi. Endi bu kechiligimizni shu 5-oyning 3-4 kunlari Shanxayda o'tkazilgan xalqaro musiqa festivaliga olib qatnashdik. Berilgan baholar bek yuqori. Endi 8-oyning 18-19 kunlari Beijing'de ötküzüldiğin asallık milletlerinin körükiga qatnaştırmoqchida. Her 4 yılda bir ötküzüldiğin körek bu. Bununki melik kölümü bek çoğun. Endi muşnыңga bir qatnaştırıp, muşның bir neticesini avasaq, endin depteni qatlap,
bütün hamma ishlarimizni to'xtatib, meningki kechiligimga, ya'ni Abdug'niyli ikkimizningki, Abdug'niyning ijodiyat, meningki naqsha. Ikkisini birlashtirgan bir kechilik qilmoqchi. Bo'lsa, yil oxirisiga ulgutimiz degan umidimiz bor. Agar yil oxiriga ulgumay qolsa, shu kelar yili, hamda kelar yil 5-oylar atrofida keng xalq ommasi bilan ko'rishtirishga tirishyapmiz. Shuning dastlabki planlarni qilyapmiz hozir. Nayta xoş xabar boptu. Amdi işkanlarning tang birlikte keçilik qilishimi sizlarni yaxshi ko'rdigan, nurg'un xalqimiz uchun nayta bir yaxshi bir fursat ko'rishgan. Keçiliginglarning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun oldingi xizmatlarni texim yaxshi qilishinglarni tilakdashmiz. Rahmat. Görədə Abay Abdığni akamı dedi, müş kəsb cəhətdə sizin nurgun cəhətlərdən qollab dikən. Onda olsa sizmi müş Abdığni akamның xizmətinə yaxında yardımda olub, qaysı cəhətlərdə qollab, qurbanlıq berdiniz? Men Abdug'niyga jiq qurbonlik beramidim. Haqiqatan endi men qaraganda Abdug'ni jiqroq qurbonlik berdi deb desam bo'ldi. O gapni menday. Bu o'zi sal to'g'ri bo'ldi. Kattaliklarni deyamayotdi. To'g'ri, lekin menmi normal qurbonlik berdim deb qarasam bo'ldi. Mening natijalarim o'zimga kuchli mangdi. Endi men birinchi usulni ishlasam, oldi bilan ko'rsatganim shu yeni hamroyimga ko'rsatamanda, uni aytish o'ziningki tomoshabini oldirib turib, bu san'at kasbini yaxshi ko'rgan bir ko'rma o'rni ko'rib turdi. Maya bo'pti, masalan, garchi men ishlash biramizmi, tomoshabini o'rni ko'rib, yaxshi taklifni berdi, shuni bilan o'ylashib boqqan, joylik turib olmay, yo, qat'iy o'zgartmayman deb. Bir kecha o'ylanib qilsam, yaxshi taklifkan bu deb. Ideyalarni o'tidi, atskib o'zgartirib, shundan yaxshi, amaliyot yaxshi. Fikrda o'zimiz his qila olmaydi ekanmiz. Demak, Guharada mash tomoshabinning ko'zi bilan ko'rib o'tirib, yaxshi takliflarni berdi. Taklif berdi, ondan keyin biz 2011-yili masalan, shu bizning 2011-yili burunqi sobiq o'mak boshlig'imiz Ahmadjon Emin. Bu birinchi darajalik rejissor, bizning o'mak boshlig'imiz edi. Shu vaqtimizda bu ayol ishkingni biraqla men o'qishga avatiman deb bizga bir yaxshi fursat berib qoldi. Ayolim Chongo muzika institutiga bordi, men usul institutida o'qishga bordimda, ikkimiz tog'da bog'da. Ammo ko'rishga vaqtimiz yasham kuni ko'rishalaymiz. Ba'zida darsimiz jiq bo'lib qolsa ko'rishamaymiz. Shunday vaqtlarda haqiqatan qo'lladi meni. Ba'zida keladi, ba'zida men boraman degandek ikkimiz shunday bir xudayliqi maktablarda yangi yurayotgan qiz-yigitlarda ko'p qoldik. Rost gap qilsak, bizga bir yaxshi bir fursat bo'ldi, bir-birimizni tushunish, yana bir muhabbat hikoyamizga yangi bir ma'nolarni qo'shdi. Hisob do'rdar maktab. Bumi o'ziniki do'stlari bilan, o'zining savodoshlari bilan maktabda bilimni oldi. Men o'zimning savodoshlari bilan darsimni o'qiyverdim, ammo o'qish bitagandan keyin bu baldur qaytib keldi. Bu 5-oyda, 7-oyda o'qish bitganda men 8-oyda qaytib keldim. Shu jarayonda bu nihoyat qo'lladi, chunki biz bir opera tayyorlab o'tgan emasmi? Usulliq opera tayyorlab o'tgandan keyin, chunki yo'ldoshim usulliq operani ijod qilmay yoki shuningki ijara ishlar qatnashmada qilib qoldi deb bolalarning o'yisidan chiqdi. Undan keyin menda qarta hech qanday haqiqiy gumoniy nazarda bo'lmadi. Hamda bu ayolningki turmush qurish birinchi prinsipimiz ishonch bo'lish kerak. Agar o'zaro ishonch bo'lmasa, u qolgan narsa u turmushni natijaga olib boradi. Undan boshqa men o'tgan yil 2015-yili o'zim qo'rqmay ayolimga maslahat solmaylar. Shu to'rdan bir musobaqani ko'rib qoldim-da. Qarsam shu Tojikistonda o'tkaziladigan bir san'at festivali ekan. Ammo buning butun chiqimlari o'zdan. Oyoq borgandan keyin bizningki yotoq, tomoq o'rlashtirish, u narsalar shu davlatdan bo'ldi ekanda. Shuni o'tirib ketib tizimlatib, o'zim narsani avatdim. To'g'ri orqali avatib o'zimdanki tunishtirish qayg'usini avatib qilsam, menga oyoqdan veiz keldi. Veiz kelgandan keyin desam hayron qolibdi. Voy, siz kimdir maslahat so'rab bordingiz, qamoqchi bo'ldingiz deb shuni uni men bir qur tushundirgandan keyin o'zini aytib qo'shib ketdi. To'g'ri. Menmi tirishay, sizmi tirishimiz bo'lmaydi. Chunki bir uyda er kishining o'rni cho'qim yuqori bo'lmasa bo'lmaydi. Shuningga men u vaqtda bundan taz aldirash vaqti masalan idorada taz shu bizning ipak yo'li kuylarini biz qattiq repetitsiya qilayotgan vaqtimiz. Shuning bilan idoraning rahbarlarining ma'qulligini ilib u yerga berib keldim. Hatta aşağıda basam hakikaten özemçilik men dağ bermen degan xilip pishqan sahne pishqan rejissorga usulchiga deb özemchi badim berib qilsam u unchaksa undaq men o'ylagandek oddiy ish emas ekan. Butun dunyodan kelgan san'atkorlarning bir jamgoh ekan bu yerda. Turkiyada masalan Amerikadan hatta 10 necha davlatdan kelgan artistlar bor. Shundan aşağıda o'tirib shu kuni musobaqa tushdim. Tushib menda undaq qilib birinchi bo'lmaydigan narsa yo'q-da. Shuni ayolim telefon qilmadi. U vaqtda telefon qo'laysiz. Men Bechat orqali paranglashma, undidor.
Sözlep şunla men ayetki faaliyetimni övetip qilsam, "Voy, qanday bo'ldi, birinchi bo'ldingizmi?" deb so'radi. Siz niyatki birinchi navbatsiz azman birinchi emas, dahi mush bir ishki shuning ichiga kiralamdim, kiramamdim deb shunday bir bo'ldida, biz u yerga musobaqalarda biznikiga qildik, undaq noyt dog'duq qilib ketmaydi ekan. Bir noyt musobaqa tugabli keyin aytsa bir ko'nglash faoliyati qilib shu yerda e'lon qildi ekanda, men o'zim işte qattiq mukofotlash marosimi o'tkazdi deb o'ylabdim menda, qilsam bu dakidukida qanday bo'lib ketgandi, siz shunday javob bordingiz. musobaqa bo'lgandan keyin haqiqatan jiddiylashadi ekan odam. Endi u musobaqaning jarayoni demasammi, endi musobaqani ishlayotgan do'stlarimiz bakchiq, tomoshabinlar bakchiq, Men bak taskan. shu telefon ursam, yo'q siz chuqur birinchi bo'lsiz. Birinchi voy yo'q go'har men talını aladım. Birinchi madat Çünkü verdimi? mende bunun kasb tuqqanchilik ekanligini men bilgandan keyin, yo'q siz deganning baletda o'qigan, mayli dunyoning har qaysini Rossiyadan u yerdan kelsin, sizning asli kasbingiz balet bo'lsa, yana birisiga ularningki shu baletni o'ynay olgan bilan menda nemni o'ynay olmaydi, bizninkini qila olmaydi. Siz deganning har xil o'ynay oladigan tursangiz Abdug'ani har bir bosqichga bo'sh kelmang. Chuqum siz birinchi bo'lsiz deb tursam, anadan keyin mukofot taqatqanda ismi chiqibdiki, o'zim uqmayli qilibdi. Voy Gulhar sizning deganingizdek mushtaq bo'ldi deganda, yo chuqum shunda bo'ldi. Men bilatdim dedim. Shuning bilan shunda Shu musobaqa berib mukofotni elib kelib, asli men nihoyat yaxshi sovg'at ekanmoqchi emasli. Men u poytaxt Dushanbega tushiblar. Biz u yerda necha kun turdik, o'shan bozorga chiqdik. Bozorga birinchi ayolimni o'yladim. Balamni ko'rdimda rostga qilsam, meni shuncha qo'llab turayotgan ekan. Qarasam shunda chiroq kiyimlar ekan to'qmasdan. Sahna kiyim ko'rdimda. Men bir bosma ayolim uchun sahna kiyim ko'raman. O'zimni o'ylamayman-da. Shuni evlayim deb to'xtab tura, yukimjiq. Qaytiryaptım shan epli menga deb, uningki hamma narsani narxini bekitib qo'yib yenib kelib, u biz Bag'ayyadan Dushanbadan Badaxshan degan shaharga borib bo'lguncha 9 soat yo'lga. Ammo 9 soatni 17 soat bosib ekanmiz. Chunki yo'l tog'i yo'li bo'lgandan keyin salla diqqat qilmasdan nima yorg'in tushib ketar ekanda. Oshindaq chapon tortib musobaqani tugatib kelib, yarim kechida tong sarga tushib qoldik Dushanbaga. Shuning bilan u narsani ololmay, quruq lonqini ko'tarib kelsam, shuning bilan voy bu yaxshi ish bo'pti, mana eng chong sovg'imi shu dedi. Endi men shunchalik hamda o'zi masalan shunchalik aldirashtirib, masalan balon o'tisini chiqarish naman tas, lekin idora rahbarining qo'llashi bilan shuni deb tushirib mushtati degandan keyin meni o'sha avatdi mukofotni olib keldim. Endi bir bu mukofot shu ayolimni astab qarayman. O'zim tirishdim u bu degan bilan hamda qo'llab beramiz beka. Sizga bergan madad, madad shuning bilan siz chuqum yana yuqorilamaydi aytgansiz, chuqum bir natijangiz bo'lishi kerak. Men hamda bu haqiqatan to'g'ri Davanchan qizi masalan, shuningda operada boshlovni masalan 10 navbatlik harbiylar ko'rikida birinchi bo'ldi. Shu aktyorlik turi bo'yicha tahi. Uni bo'lgandan keyin masalan biz Ipakuli kuylar deb o'tgan yili Shiyanda o'tkazilgan, shu ilqi Shiyanda o'tkazilgan 5 o'lkani o'tkazadigan bir muzika bayram bor. Shu muzika bayramida 2 turda 2 numeri tahi alayda o'rlash mukofoti. An o'zi yana shu yili yana bir mukofot oldi masalan ilqi. Yani 2 navbatlik shu Shiyan 8 o'lkada o'tkazilgan kasbiy naqshlar musobaqasi bu milliy ovoz turi birinchi bo'lib keldi. Shuna qarab, menga besim bo'ldi rasga qilsam. Meni qarsam qavatqa ishlarimning hammasi bor ekan, nurg'u ishlarni qilib tutman, lekin bunida ko'z ko'ringidek bir cho'ngra narsa. Men hamda o'ylab baqsam, mening yeshimim hozir ancha kichik emas. Hisob bizning boshqa kasb nisbatan yosh ko'ringan bo'lgan bilan bizning kasb nisbatan o'tir yosh hisoblanadi. Chunki 30 dan oshgan yillar bu oila beskitirgan gapkan, lekin biz yana bizning turmushimizda oldi bilan shu kasb. Shuning bilan bu mukofotni biz ham sal tiklab olgandek bo'lib qoldim, lekin meni hozirgacha qo'llab kelayotgan, mening asarlarimga o'zining noiti to'g'ri ko'zi bilan, noiti og'ritib turib yaxshi taklif berayotgan ayolimga ko'p rahmat aytaman. Ayolim noit qaysar. Ba'zi ishlarda men o'zim bilgan ishlarni qilib ketaman, lekin meni bek qo'llaydi. Mening ham yosh ota-onalar deydiganim bu san'atning kepi bo'ldi hozir endi nurg'unlagan bizningki masalan san'at hayotimiz qiziqadigan nurg'unlagan tomoshabinlarimiz bor. Biz chunki san'atni yaxshi ko'ramiz. San'at bizningki hamda bir o'zimizni yaxshi ko'rgan kasbda. Buning uchun qanchalik badal to'lasak, buning uchun qanchalik charchasak, bu biz uchun sharaf, biz uchun bir lazzat deb atamdik. Hamda biz ota-ona bo'lish subtimiz bilan balkim biz ota-ona, lekin hamda o'zimizcha xilay layoqatli ota-ona deb o'ylaymiz, ammo balkim layoqatsiz yerimiz bo'lishi mumkin. Uningga biz numar qo'yamidikda yuqori numarni. Hamda mening yosh ota-onalar deydiganim bo'lsa, ayollar bir uyga kirgandan keyin chuqum bir-birini noit tushunib, o'zining noit odil tarozi silib bir-birini yo'l qo'yishib, masalan, yaxshi ko'rgandan keyin chuqum uning yaxshi tarafini qabul qilish kerak, yomon tarafini qabul qilish kerak. Chunki yaxshi yurayotgan mezgilda
bir-birisini naytalik kemchiligimi xuddi ortiqchilikda ko'rindi ekan. Ortiqchiligim kemchilikda ko'rinmaydi ekan desab, o'z nayti bir tangdoshsiz hisoblanadi ekanda yurayotgan qizigiz uchun. To'y qilib uy kirganda ham odamning o'ziniki mijoz xarakteri chiqadigan gap ekan. Shunda bu vaqtda ish qilib mening ayolim haqiqatan meni bak tushundi. Mening mijozim sal chusroq ishdik. Sal hissiyotganimdi. Mesela Şu vaqtda bu eg'ir. Bu bir-birimizni nayt tanishib turamizda, endi demoqchi bo'lganimiz bir-birimizni eg'irchini ko'tarish kerak atan. Bu odam andan keyin cho'qim go'zal oilasini cho'qim barbod qilib etmaslik kerak. Bir-birisi yo'l qo'ysam hal olmaydigan ish yo'q-chu. Endi bu eliqi urushlash bo'lmaydi desam da atanlar bu bir eliqi quruqso'z yag'an gap qoldi endi. Cho'qim chumish qozonga tegidi. To'g'ri. Ancha muncha bir azarlashib qolgan vaqtlar bo'ldi, lekin azarlib qilish muhabbatni kuchaytiradigan birinchi doğru deb o'ylayman. Şunu biz ballarını aldı, anca naqib ketmaymiz, lekin ancha muncha gap so'zlarda bir-bizni yo'l qo'shmaydigan ayollarimiz bo'ldi, lekin birdamdan keyin o'tib ketib, endi keyin o'zining nimadan ketkizganini, nimani his qilganini bilalaydi ekan, shuningga bo'lsa bir-birisi yo'l qo'yib, bir-birisini kasbiga hurmat qilib. Endi hozir nurg'ula adalarimizning ideyasi o'zgardi. Men cho'qim shunda bo'lishim kerak, mashni bunday qilish kerak. Deyishga qat'iy bo'lmaydi. Ya'ni biz ayol kishimi cho'qim erim qisman bunday qilaman deb er bilan tang tursa bu uy bo'lmaydi. Cho'qim o'zra yo'l qo'yishib, ham ishlarni bir maslahatlashib chiraylik, hal qilish yo'lini topa olsa mencha bu dunyoda muzdek muhabbat yo'q, cho'qim eriydigan qalb bor deb o'ylayman. Shuningga cho'qim bizning dunyomiz mehr muhabbat bilan to'lgan, oilamiz mehr muhabbat to'lgan, bizning jamiyatimiz mehr muhabbat to'lgan. Bizning turmushimiz muhabbatdan ayrılmaydi. Biz jamiyatga qanday ko'z bilan qarasak, jamiyat shunday ko'z bilan bizni qaydirdi. Shuningga men mush munosabat bilan ayolimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bizni tarbiyalagan ota-onamizga, ruhtuqallarga, ustozlarimiz ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Oldi bilan Şinjan san'at yurti muqam ansamblida xizmatdoshlarimga, o'mak rahbarligimga chin qalbimdan oliy ehtirom bildiraman. Rahmat. Nayt yaxshi paranglashdik. Sizlarning gaplarini anglab men xuddi bir dars anglagandek bo'lib qoldim. Demisimi bir mustahkam oilani qurish uchun o'zaro ishonch bo'lish kerak, o'zaro bir-biriga yo'l qo'yish kerak. Eng muhimi er ayollar bir-birini hurmatlagandan nayt go'zal bir oilani, muhabbatli oilani qurib chiqa oladi. Sizlar mayli kasb jihati bo'lsin, yuqorida deb o'tgandek, oilada bo'lsin nayt bir utuq qozongan yosh ota-onalar, nayt qaysar talantli bir yosh ota-ona deyishga bo'ldi. Sizlarning buningdan keyingi turmushingizga texmi baxt tilayman. Sizlarning kasbingizga texmi utuqlar yer bo'lsin. Bugun nayti ko'ngilli suhbatlashdik. Rahmat sizlarga. Sizlarga rahmat. Dolan madaniyati Uyg'ur tarix madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi bo'lib, Dolan muqami va Dolan mashribi BDT Fan va madaniyat mahkamasi tarafidan insoniyatning g'ayriy va moddiy madaniyat meroslari qatoriga kirgizilgan qimmatli meroslarimizning biri. Uyg'ur dolanlarining qadimiy makoni bo'lgan Makit noyisida dolan madaniyati cho'nqur yildiz tartgan bo'lib, bu xil afzallik nahiyani sirtqi tashviq qilish va davlat ichi sirtidagi sayohatchilarni Makitga jalb qilishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Madaniyat mahsulotlari orqali ideologiya bazasini mustahkamlash, madaniyat bozorlari islohotini cho'nqurlashtirib, madaniyat afzalligi orqali dolandan iborat dangliq marka yaratish maqsadida Makit noyalik partikum xalq hukumati 2014-yili 5-oyda noya moliyasidan maxsus tur mablag' ajratish, sohalar bo'yicha yordam berayotgan o'lka shaharlarning yordami va davlat san'at taraqqiyot fondining yordamini qo'lga keltirish qatorli ko'p xil usullar orqali 6 million yuan mablag' sarf qilib, nahiyalik dolan naqshi usul o'mikining o'rinlashida Mangulik dolan nomli cho'ng tipdagi naqshi usullik teatrini tayyorladi. Bu teatr qadimiy makondagi cho'qan
hayotlik naqshisi qumluqi madiyadan iborat 3 bo'lakdan tarkib topgan bo'lib, naqsha, usul, muzika va sahna dekoratsiya san'atining har xil omillari qadimiylik bilan zamonaviyligini jipslashtirilgan asosda yuqori saviyada o'rinlangan. Bu qitim avtonom rayonluq Adabiyot san'atchilar birlashmasining moslashtirishi, avtonom rayonluq sayohat idorasi va Xinjiang aviatsiya boshqarish idorasining alohida qo'llab taklif qilishi bilan 2016-yili 25-maydan 27-maygacha Urumchi xalq teatrida keng xalq ommasining huzuriga sunmoqchi.